inson qachonki o'zingizni mahsulotingizga ishonsangizgina ko'zingiz yonib birovga gapira olasizda. Chunki unda hech qanday aldov bo'lmaydi, hech qanday unda bir soxtalik bo'lmaydi. Ana shundan keyin biznesda har bitta insonga gapirganda zavqlanib, maza qilib gapiraman. Shu joyda hozir ko'rayotgan, podkastimizni ko'rayotgan tomoshabinlarimiz ayollar srochno o'sha parashokni zakaz qilib oshxonada ichuvlarni yuvishni boshlashadi, lekin men boshqa narsa aytib o'tib ketmoqchiman. Podkastimizni oxirigacha ko'rib boring. Chunki podkastimiz oxirida biz Dilbar opa bilan Greenleaf ko'pgina mahsulotini rozigrish qilamiz va shu podkastni tagida zo'r bir qiziqarli savol yozib qoldirgan, kommentariyada yozib qoldirgan odamni birgalashib Dilbar opa bilan tanlaymiz va o'sha odamga shu mahsulotni sovg'a tariqasida jo'natamiz.